Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizlarga Melbet platformasidan qanday qilib tez va oson ro'yxatdan o'tishni bosqichma-bosqich ko'rsataman. Agar siz hali akkaunt ochmagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Birinchi navbatda Melbetning rasmiy sayti yoki mobil ilovasiga kiring. Bosh sahifada joylashgan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan so'ng sizga bir nechta ro'yxatdan o'tish usullari taqdim etiladi. Siz telefon raqami, elektron pochta yoki bir marta bosish orqali ro'yxatdan o'tish usullaridan o'zingizga qulayini tanlashingiz mumkin. Endi kerakli ma'lumotlarni kiriting. Telefon raqamingiz yoki elektron pochta manzilingizni yozing, xavfsiz parol yarating hamda mamlakat va valyutani tanlang. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiritishga e'tibor bering, chunki keyinchalik akkauntni tasdiqlash va undan foydalanishda aynan shu ma'lumotlar kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish formasida promo kod degan maydonni ko'rasiz. Shu joyga soqqaboz promo kodini kiriting. Agar ushbu promo kod uchun maxsus taklif yoki bonus mavjud bo'lsa, u Melbetning amaldagi qoidalari va aksiyalari asosida qo'llaniladi. Ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib chiqqach, ro'yxatdan o'tishni tasdiqlang. Telefon raqamingizga yoki elektron pochtangizga tasdiqlash kodi yuborilishi mumkin. Kelgan kodni kiriting va akkauntingizni faollashtiring. Akkauntingiz ochilgandan so'ng shaxsiy kabinetga kirishingiz mumkin. Bu yerda profilingizni to'ldirish, xavfsizlik sozlamalarini yoqish va zarur bo'lsa shaxsingizni tasdiqlash imkoniyati mavjud. Kelgusida muammolarga duch kelmaslik uchun barcha ma'lumotlarni haqiqiy va to'g'ri kiritish tavsiya etiladi. Shundan so'ng hisobingizni to'ldirish bo'limiga o'tishingiz mumkin. Platformada turli xil to'lov usullari mavjud. O'zingizga qulay usulni tanlab hisobingizni to'ldiring. Mablag' hisobingizga tushgach, platforma imkoniyatlaridan foydalanishingiz mumkin. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha belgisini yoqishni unutmang. Bu orqali yangi videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.